Bu ishni Carlo Ancelotti uddalay olmadi. Xabi Alonso ham, Arbeloa esa yaqin ham kela olmadi. Endi ular eski tanishlarini jamoaga qaytardi. Ular go'yoki buni bilishmaydiki, Mourinho ham Hansi Flickning navbatdagi qurboniga aylanishi mumkin ekanligini. Hatrik! Chunki bu bir yoki ikki murabbiy bilan emas, aynan 3 murabbiy. Nemis mashinasi Hansi Flickga qarshi hech narsa qila olmadi. Nemis murabbiy 7 ta El Clasico'ni boshqardi va 6 tasida g'alaba qozondi. 2 yil ichida Madridni boshqargan 3 murabbiylar ichida hech biri unga qarshi yakkama-yakka duelni yuta olmadi. 2024-25-yilgi mavsumda Carlo Ancelotti Hansi Flick jamoasi bilan 4 bora to'qnash keldi va birortasida ham g'alaba qozona olmadi. Ispaniya Superkubogi finalidagi mag'lubiyatdan so'ng esa Xabi Alonsoning ketishi deyarli oydinlashib qolgan edi. Bechora Arbeloani esa Hansi Flick ko'rdim demay yo'q qildi. Endi esa madridchilar uchun yorqin yechim paydo bo'lgandek, Jose Mourinhoni qaytarish, go'yoki u kiyinish xonasi deb atalgan bu sirkni boshqara olishga ishonmoqda. Hammasini tartibga soldi ham deylik. Lekin Flickning Barselonasini yenga olishiga, uning taktikalarini parchalashga Mourinhoning qurbi yetarmikan? Lekin portugaliyalik murabbiy buni bilmaydi. Real Madridning haqiqiy muammosi kiyim almashtirish xonasidagi holat emas. Madridliklarning haqiqiy muammosi esa Hansi Flick ekanligini.